Sizlarga Scopus bazasidan avtor orqali uning maqolalarini topishni ko'rsataman. Scopus bazasiga kirasiz. Bu yerda siz with your author profile, ya'ni tekinga avtorni profiliga kirasiz. Bu yerda o'zim misolda ko'rsatib o'taman. First name. No. Bu bitta yo'li yoki Orsidan orqali topsangiz ham bo'ladi. Mana avtor nomida bitta Scopus bazasida indekslangan maqola borligini ko'rsatganmiz. Hide last title bosganda u yana berkilib qoladi. With last title bossa maqolasini nomi ko'rsatadi. O'sha maqolasini belgilab olib yangi oyna ochamiz va maqolasini izlaganimizda mana germination and transpiration intensity of cotton variants birinchidagi Scopus bazasida indekslangan jurnal maqolasini ko'rishimiz mumkin. Mana e'tibor uchun rahmat. Barchaga manfaatli bo'lgan video deb o'ylayman.